sizni ba'zida pul chiqarishingiz kechikayotgan bo'lsa, haftalar, misol uchun 10 kunlab yoki tekshirishga juda ham ko'p vaqt ketayotgan bo'lsa, broker qoidalarini yoki bitim ochganingizda bitimingiz yopilib ketganligi yoki ochganingizda bitim ochilmasligi vaqtida yoki stop lossingizni olib keyin bozor yana o'sha siz analiz qilgan tarafga harakat qilayotganligi shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, bu katta ehtimol bilan o'sha siz ishlayotgan broker sizga qarshi ishlayotgan bo'lishi mumkin. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shehzob Trader. Bugun brokerlar haqida gaplashamiz. Ko'pchilikni, ya'ni tortishishlarga har xil tushunmovchiliklarga sabab bo'ladigan tema bu trading sohasidagi brokerlar. Ya'ni to'g'ri broker qanaqa tanlash kerak, broker tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Shu masalaga o'zimning tajribam bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Misol uchun sizni ba'zida pul chiqarishingiz kechikayotgan bo'lsa, haftalar, misol uchun 10 kunlab yoki tekshirishga juda ham ko'p vaqt ketayotgan bo'lsa, broker qoidalarini yoki bitim ochganingizda bitimingiz yopilib ketganligi yoki ochganingizda bitim ochilmasligi vaqtida yoki stop lossingizni olib keyin bozor yana o'sha siz analiz qilgan tarafga harakat qilayotganligi shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, bu katta ehtimol bilan o'sha siz ishlayotgan broker sizga qarshi ishlayotgan bo'lishi mumkin. Nimaga bunaqa bo'ladi o'zi aslida? Bugun videoda mana shu mavzu haqida gaplashamiz. Xo'p, brokerlar ikkita qismga bo'linadi. Bu e-book brokerlar va b-book brokerlar deyiladi. Xo'p, bu ikki turdagi brokerlarning farqi nima? Birinchi turdagi, ya'ni e-book brokerlar, bular haqiqiy brokerlar, ya'ni traderlarni hisoblarini, tranzaksiyalarini, qilayotgan savdolarini haqiqiy bozorga, ya'ni traderlar o'rtasidagi bozorga olib chiqadi. Ya'ni haqiqiy bozor ishtirokchilari qatnashadigan bozorga olib chiqadi. Ikkinchisi bu b-book brokerlar, bular market maker brokerlar deyiladi. Ya'ni bu brokerlar hech qanaqa bozorga aloqasi yo'q brokerlar. Ular faqat o'zlarining foydalanuvchilarini asosan pul yo'qotishligidan foyda qiladigan brokerlar hisoblanadi. Ya'ni siz u brokerlar bilan ishlayotgan bo'lsangiz, sizning pullaringiz haqiqiy likvid bozorga chiqmaydi. Haqiqiy likvidity bozorga chiqmaydi. Ya'ni boshqa traderlar bilan siz savdo qilmaysiz. Siz brokerning ichida, to'g'ri, narxlar bir xil yurishligi mumkin. Yani chunki kotirovkalarni baribir birjadan oladi. Narxlar bir xil harakat qilishi mumkin. Yoki hamma narsa o'xshash bo'lishi mumkin, lekin sizning pulingiz haqiqiy bozorga chiqmaydi. Ya'ni bunda bir nechta muammolar kelib chiqadi. Misol uchun katta pul bilan savdo qilish xavfli. Nimaga? Chunki bunaqa turdagi brokerlar traderga qarshi hisoblanadi. Nega? Chunki bular traderning ubitkasidan foyda qiladigan brokerlar hisoblanadi. Katta pul bilan siz harakat qila olmaysiz. Yoki yaxshi traderlar ko'pincha yaxshi traderlarda, ya'ni stabil ishlay oladigan traderlarda ko'p muammolar uchraydi. Ya'ni pulni vaqtida chiqarmaslik yoki qanaqadir sabablar bilan akkaunt blokirovka bo'lishligi yoki bitimlar vaqtida ochilmasligi, shunga o'xshash narsalar. Chunki buni sabablari bor. Men sizlarga hozir sabablarini ketma-ket tushuntirishga harakat qilaman. Va mana shu e-book va b-book brokerlarning orasidagi farqlarni, nimaga biz ishonchli broker bilan ishlashligimiz kerak, mana shu haqida sizlarga to'liqroq tushuntirib berishga harakat qilaman.
Bo'lmasa boshladik akalar. E-book va B-bookni bir-birini farqini sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, birinchi umumiy, ya'ni tushuncha berishga harakat qilaman. Bu yerdagi regulyatorlari, ya'ni qanaqalar sertifikatlar bilan ishlash, u narsalar alohida mavzu. Hozir e-book va B-bookni sizlarga farqini tushuntirib berishga harakat qilaman. Ya'ni ishonchli brokerlar va ishonchsiz brokerlarning orasidagi farq. Xo'p, birinchi e-book brokerlar. Xo'p, e-book brokerlar haqida gaplashamiz. Qaranglar, e-book brokerlar asosiy, ya'ni e-book brokerlarning afzalliklarini men sizlarga tushuntiraman. Birinchidan, e-book brokerlar bular haqiqiy likvid bozorga sizlarning pulinglarni olib chiqadi. Ya'ni siz savdo qilganingizda boshqa treyderlar, обычный treyderlar ham, o'sha institutsional treyderlar ham hammasi birgalikda savdo qiladi, birgalikda foyda ko'radi, birgalikda zarar ko'radi. Ya'ni bu holatda umuman e-book broker sizni pulingizga tegmaydi. Ular faqat o'zlarining uslugasi uchun ya'ni faoliyat yuritishadi. Ya'ni usluga nima? Bular asosiy komissiyalar, spreadlar, shunga o'xshash narsalar. Ya'ni sizni pulingizga umuman bular tegilmaydi. Pulingizga o'zingiz egalik qilasiz. Ya'ni e-book brokerlarning afzalligi shu. Lekin B-book brokerlardan biroz bularda noqulayliklar sal boshqacha bo'lishi mumkin. Misol uchun spread va swaplar, komissiyalar biroz katta bo'lishi mumkin. Misol uchun spread va swaplar ko'proq bo'lishi mumkin. Ya'ni minus qo'yaylik, ya'ni обычный treyderlar uchun bu qanaqadir noqulaylik bo'lishi mumkin. Chunki nimaga, sababini bilish kerak-edi bu. Nimaga bunaqa? Chunki bular faqat mana shu uslugalar uchun xizmat ko'rsatadi. Lekin buni plus tarafi bor. Plus tarafi, sizni pulingiz qancha ishlaysiz, qancha yo'qotasiz, umuman ahamiyatsiz. Aytaylik, 10 ming dollardan 1 million, 100 million dollar qilsangiz ham bular umuman, ya'ni broker o'zi zarar qilmaydi. Haqiqiy bozordan sizga pul beradi. Haqiqiy bozorga sizni olib chiqadi va yo'qotsangiz ham o'sha bozorda yo'qadi. Xo'p, ikkinchi tarafi bu brokerlarda kreditni plicholar, ya'ni leverage'lar kamroq bo'ladi. Misol uchun 100, juda maksimum 500 gacha bo'lishi mumkin. Kreditni plicho maksimum 500 gacha bo'lishi mumkin. Hatto bu 500 ham ya'ni katta. Odatda 1 ga 30, 1 ga 50, 1 ga 100, 1 ga 1 mana shunaqa holatda bo'ladi. Chunki kreditni plicho bu broker tarafidan beriladigan xuddi qarzga o'xshaydi. Ya'ni sizni kamroq pulingizga ko'proq hajmda savdo qilishingizga imkoniyat beradi. Xo'p, undan keyingi narsa bu brokerlarda reklamalar kamroq bo'lishligi mumkin. Chunki bularni shundoq ham, ya'ni ko'pchilik yaxshi taniydi bunaqa brokerlarni. Ya'ni yaxshi mahsulot reklamaga muhtoj emas deydi-ku. Reklama uncha kam bo'lishligi. Reklamasiz. Ya'ni marketing hadeb ishlataverishmaydi. Marketingsiz. Xo'p, to'rtinchisi bu ba'zi yaxshi brokerlarni bilaman, pul chiqarishlikda noqulaylik bor. Noqulaylik qaysi taraflama noqulaylik desangiz, bular rekvizitlarga yoki banklar orqali pul chiqaradi. Rekvizitlar orqali. Hujjatlar orqali pul chiqaradi. Bu noqulayligi prosta amaliyotingiz tez bajarilmasligi mumkin. Ya'ni siz misol uchun pul chiqarsangiz bank orqali, ya'ni siz biroz ovoragarchilik bo'lishi mumkin, lekin bu aslida bu ishonchlilik darajasi yuqoriligini ya'ni ko'rsatadi. Chunki как положенный bular
dokumentalniy hammasi nima qiladi. Endi va 5-inchisi bularda regulyator bo'ladi. Regulyatorlar. Ya'ni bu regulyator nima vazifani bajaradi desangiz, как положено qonun doirasida kontrol qiladi broker. Ya'ni boshqalarni pulni olib qo'ymayaptimi, aldov bo'lmayaptimi yoki klientlar, misol uchun mijozlar tarafidan qanaqadir bularning ustidan qonun buzarlik haqida bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsalarni kontrol qilishadi. Ya'ni qonun doirasida ishlashligini ko'rsatadi. Endi bebook brokerlarni haqida gaplashamiz. Endi bebook brokerlar. Xo'p, bebook brokerlar endi xuddi shu narsa. Xo'p, birinchi spread va swap. Bular bo'lmasligi ham mumkin. Bu endi traderlar o'zicha o'ylaydi, bu narsalar bo'lmasa, spread kam bo'lsa, swap bo'lmasa, bu yaxshi broker deb o'ylaydi. Xo'p, buni hozir afzalliklarini ko'rsatyapman. Komissiyalar kam, go'yoki afzallik. Oxirida nimaga bu brokerlar bilan ishlash xavfliligini ham tushuntirib ketaman. Swaplar zo'r. Komissiya yo'q. Xo'p, ikkinchisi kreditni плечо unlimit bo'lishi ham mumkin. Misol uchun hamma maqtaydigan Xnetga o'xshagan brokerlar. Xo'p, unlimit bu ham plus. Xo'p, marketing o'ta kuchli. Ya'ni reklama top darajada. Boyagi Hojiboy Tojiboy gapi bor-ku. Televizorni o'chirib qo'ysangiz ham Zidan kalla qo'yadi degan. Xuddi shunaqa. Agar niday bor broker haqida bir post qilsangiz, faqat mana shunaqa bebook brokerlar chiqadi. Chunki juda ham katta pulni marketing sarflaydi. Ko'proq odamlarni jalb qilishligi kerak. Xo'p, marketing juda kuchli. To'rtinchisi bu pul chiqarishda ham oson. Ya'ni xohlasangiz kripto to'lov masalasida ham xohlasangiz kripto, viza, balobatlar xohlagan narsaga chiqarib beraveradi. Hech qanaqa muammo yo'q. Nimaga bunaqaligini oxirida tushuntiraman. Xo'p, 5-inchisi bu regulyator yo'q yoki kuchsiz deylik. Ba'zilarida ya'ni arzimas sertifikatlar bo'lishi mumkin. Xo'p, endi qaranglar. E-book bilan bebookni sizlarga, ya'ni e-book haqida uni ishonchli, asosiy ya'ni professional traderlar faqat e-book bilan ishlaydi. Chunki puli xavfsiz, haqiqiy bozorga chiqadi, haqiqiy raqobatsiz. Ya'ni broker tarafdan o'yin bo'lmaydi, har xil muammolar. Endi bebookni xavfli taraflarini sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p, endi bebook brokerlarini zararlari, xavfli tarafi haqida sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Ya'ni bu joyda qaranglar. Spreadlar kamligi, swaplar yo'qligi, kreditni плечоlar unlimit yoki 1 ga 1000, 1 ga 5000, 1 ga 10000 bo'lishligi. Bu prosta ko'proq auditoriyani, ya'ni ko'proq klient jalb qilish uchun qilingan narsalar. Chunki kompaniyalar, bunaqa brokerlar foydani faqat odamlarni pul yo'qotishligidan ko'radi. Yoki qisqacha qilib aytganda, bular men o'zim shunaqa deb nomlayman, haromi brokerlar. Chunki boshqa zararlarni ham sizlarga aytganimda, o'zingizlar ham menimcha shunaqa fikrga kelsanglar kerak ko'pchilik. Bu brokerlar marketingga juda kuch beradi, ya'ni juda ham ko'p reklama, ayniqsa traderlar orqali juda ham reklamani kuchaytiradi. Ya'ni ko'pchiliginglar e'tibor bergan bo'lsanglar, misol uchun Xnet, Almarket shunaqa brokerlarni referalni tarqatib yuradi traderlar. Nimaga tarqatadi? Chunki
bularni o'sha partnyorlik komissiyalari shunaqa zo'rki treyderlar uchun. Misol uchun men sizga Xnest reklama qiladigan bo'lsam, siz meni linkim orqali agar registratsiyada o'tsangiz, hisob raqam ochib, aytaylik $1000 pul ya'ni brokerga kirgizib, o'sha pulni agar sliv qiladigan bo'lsangiz, 20%, 50% gacha hattoki menga komissiya berishadi. Chunki broker siz $1000 pul yo'qotsangiz, broker $1000 foyda qilgan bo'ladi va o'sha foydasidan 20, 30, 50% gacha beradi. O'shaning uchun aksariyat treyderlarga e'tibor beringlar, faqat broker reklamasi. Kursimga bepul kurs deydi, tagida brokerni reklama qiladi. Yoki bepul signal kanal deydi, tagida brokerni reklama qiladi. Hamma yoq reklama. Va bular mana shu marketingni, ya'ni treyderlar orqali kuchaytirib yuborgan. Hech kim Light Forex, IC Markets degan brokerlarni reklama qilganligini men hali O'zbekistonda ko'rmadim. Chunki ular o'sha e-book, ya'ni haqiqiy liquidity bozoriga olib chiqadi. A-Markets, Alpari, Xnest, bular hammasi bebook brokerlar. Bular pulingizni bozorga olib chiqmaydi. Endi u pul to'lashligi, pul to'lamasligi bu boshqa masala. Bu yerda qaranglar, farqni. Misol uchun siz brokerga pul ya'ni bozorda savdo qilaman deb broker bilan ishlayapsiz-da, lekin pulingiz bozorga chiqmayapti. Tasavvur qiling. Bu xuddi qo'pol qilib aytganda bu bir lotereya o'ynashga yoki kazino o'ynashga o'xshagan narsa bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki siz haqiqiy treyderlar bilan haqiqiy maydonda kurashmayapsiz. Broker ya'ni sizga qarshi betdi. Broker po-любому sizni ko'p plyusga olib chiqishmaslikka harakat qilishi mumkin. Ya'ni buni oqibatida misol uchun bitim ochganingizda bitimlar ochilmay qolishi mumkin vaqtida, newslar payti bo'ladi. Yoki grafiklar biroz teskari yurib, keyinchalik to'g'rilanib qolgan bo'lishi mumkin. Shunaqa voqealar ham ko'p bo'ladi. Prosta sizlar kuzatmaysizlar. Misol uchun newslarda narx o'zi aslida bir tarafga ketgan bo'lsa ham, ba'zan siz stop lossingizni olib keyin harakat qilgan bo'lishi mumkin. Uni ba'zilar kuzatadi, ba'zilar e'tibor qilmaydi. Yoki newslar payti stop losslaringiz ishlamay qolishi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Mana shunaqa muammolar mana shu haromi brokerlarda bo'ladi. Endi misol uchun kimdirlar aytadi, Xnest zo'r deydi, balo battar zo'r deydi, $20,000 eshitdim, $50,000 eshitdim, $100,000 eshitdim. Bu bo'lishi mumkin narsa. Men hech bu narsani inkor qilmayman. Chunki statistikada juda ham ko'pchilik pul yo'qotadi. Juda ham o'ta darajada ko'pchilik pul yo'qotadi. Ya'ni misol uchun aytaylik, 100 ta odamdan 90-95% pul yo'qotadi. Bu brokerning foydasi katta bo'lgandan keyin sizni arzimagan 50,000, 30,000 dollaringizni chiqarib berish bularga unchalik zarar keltirmaydi va chiqarib beradi ham ba'zida. Nimaga? Chunki ular ham avtoritetini ham, ya'ni hurmatini ham saqlab turish kerak. Endi bu kam foizgina, misol uchun kam foizgina pul ishlaydigan treyderlarga to'lash bularga qiyin emas. Nimaga? Chunki ular disiplina bilan, risk menejment bilan akkuratni savdo qiladigan odam tradingda pul topadi. Ya'ni ular misol uchun o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, 20,000, 30,000 balans bo'lsa ham oyiga 3-4 ming, ya'ni savdo qilaman. O'sha bilan cheklanaman. Lekin misol uchun bunaqa, ya'ni umuman o'zi tradingda o'sha 5% ga kiradigan treyderlar umuman razgon qilmaydi. Ular stabilni, ya'ni asabini asragan holatda akkuratni savdo qiladi. Va bularning foydasi kam bo'lganligi uchun bular to'lab berishlik ularga hech narsa emas. Endi marketing tarafini sizlarga aytay. Ko'pchilik treyderlar reklama qiladi.
Xnes bo'lsin, Amarkets bo'lsin, boshqa balobatlar bo'lsin, mana shunaqa bebuk turdagi bozorga olib chiqmaydigan nimalar. Bular akalar hamma mana sizga, menga o'xshagan odamlarning slif bo'lgan pullaridan non yeb yurgan odamlar. Mani nazdimda shu narsa. Chunki bularni dahoda slifdan bo'lganligi uchun bu mana shu treyderlarga ham slifni pulidan beradi. Bu nimaga o'xshaydi? Oddiy misol qo'yayotganimda o'rtog'ingiz mana shu brokerda pul yo'qotyapti. Misol uchun siz o'rtog'ingiz taklif qilgansiz, hammamiz bir-birimizga birodarimiz, aka-ukamiz. O'rtog'ingiz taklif qilgansiz, Xnesga misol uchun $1000 pul tashlayapti. O'rtog'ingiz slif qilib qo'yapti. Siz maza qilib $200-300 ni olyapsiz shundan. O'rtog'ingiz pulni. Endi bu narsani qaysi vijdon bilan misol uchun men vijdonim bu narsani qabul qilmaydi. To'g'risi-da. Undan keyin kalinchda endi auditoriyasi katta odamlarni sizlar tasavvur qilaveringlar, Ba'zi bir o'zini legenda deydiganlar 1 million talab podpischilari bor, 100 ming, 200 mingta, 500 mingtalar. Bular nechta odam pulini mana shunaqa usul bilan yeyotganligini sizlar tasavvur qilinglar. Broker reklama qilib. Xo'p, bu narsani aytib qilsa gap yo'q. Misol uchun men sizga aytsam, o'rtoq mana Xnes'ni linkidan meni linkim orqali o'tgin, lekin bitta narsani bil, sen pul yo'qotsang menga pul tushadi, sening puling menga o'tadi qaysidir qismi desa, o'shanga masalan o'rtog'im yoki siz rozi bo'lib ro'yxatdan o'tsangiz, bu muammosiz, ya'ni muammosiz. Lekin bepul kurs, bepul dars, bepul signal faqat meni linkimdan o'tdi. Yani ba'zilari bahona ham qilib qo'yadi. Agar sen pul yecha olmasang, men yordam beraman. Yordam bera olmaydi. O brokerlar uni tog'asi emas. Prosta to'g'ri, qanaqadir dokumentatsiyalarni, ya'ni o'tkazishda, registratsiyalarda yordam berishi mumkin. Nu atak, lekin broker blokirovka qiladigan bo'lsa, hech narsa qilib bera olmaydi. Bular hammasi yolg'on marketing. Xo'p, endi o'shaning uchun bular ishonchsizroq. Misol uchun hozir ko'pchilik aytadi, Xnes pul yechib beryapti-ku, Amarkets pul yechib beryapti-ku, boshqa yechib beraveradi. Men aytdim sizlarga hozir ham. Ular ham hurmatini baribir saqlab turishlik kerak. Lekin siz pul yechayotganingizda tasavvuringizga keltirishingiz kerak, что sizning pulingiz bozordan emas, market maker brokerni pulidan to'lanyapti. Chunki siz pul ishladingiz, sizning tajribangiz bor, siz yaxshi treydersiz, lekin qolgan 90 ta odam pulni yutqizdi. O'shani pulidan sizga, ya'ni kazinoga o'xshash narsa, ya'ni. Bu yerda mardlik yo'q, erkakcha ish bo'lmayapti-da, bundoq jaydarcha qilib aytgan. Ya'ni siz treyder bo'lgandan keyin treyderlar bilan savdo qilib pul ishlashingiz kerak. Treyderlar bilan savdo qilib pul ishlashingiz kerak. Ya'ni haqiqiy bozorda. Tushunyapsizmi farqini? Masalan, ba'zi odamning farqi yo'q, pul ishlasa bo'ldi deydi. Ularga ham men hech qanaqa gapim yo'q. Kimga misol uchun sizga agar prosta spreadlar yo'q, hamma narsa qulay bo'lsa, gazini bosavering. Lekin men haqiqiy treyder bo'lishni xohlayman, haqiqiy treyderlar bilan savdo qilishni xohlayman. Haqiqiy treyderlar bilan kurashib savdo qilishni xohlayman. Xuddi bozorga bordingiz, mana tasavvur qiling, bozorga bordingiz. Bozorga bordingizda narsa olasiz, kimdan bir narsa sotasiz, qaytarib yana boshqa odamdan bir narsa olasiz. Shunaqa qilib dvizeniya qilasiz. Endi tasavvur qiling, siz pulingiz bilan bozorga boryapsiz-da. Bozor eshigi yopiq, bozor eshigini oldida bittasi o'tiribdi. "Ha, nima olmoqchisan, nima sotmoqchisan? Menga bersang bo'ldi, men o'zim bozorda ichida qilaman-da, senga foydang yoki zararing beraman" desa. Bu nima degan gap bo'ladi? Bozorga siz kira olmasangiz, to'g'rimi? Va keyinchalik, ya'ni agar kelajakda ham misol uchun katta kapitallar bilan ishlaydigan bo'lsak, $1 million ham misol uchun
undan katta summalar bilan ishlaydigan bo'lsak, ilojimiz yo'q biza e-book brokerlar bilan ishlaymiz. Men masalan bu Xnes'ga $10,000 pulimni ham ishonmayman. $10,000 pulimni ham ishonmayman. Mayli u zo'r bo'lsin. Millionta odam maqtasin. Yorib tashlagan broker bo'lsin, lekin ishonmayman. Nimaga? Chunki bular haqiqiy bozorga olib chiqmaydi. $500 bo'lsa ham to'g'ri, bular hali aytganimdek biroz noqulayligi bor. Ya'ni spread, chunki faqat uslugi uchun ishlaganligi uchun ular majbur. Ya'ni kompaniyaning foydasi spread sabab shunaqa narsalardan. Lekin siz $1 million topasizmi? $1 million yo'qotasizmi? Umuman ishi yo'q. Siz qancha ko'p topsangiz, bular shuncha ko'p komissiya oladi. Qancha ko'p yo'qotsangiz ham, bularga shuncha yaxshi. Xohlagan summangizni bozordan olganligi uchun qilib bera oladi. Ko'pchilik Xnes'ni maqtagani bilan misol uchun, ular hali katta pul bilan ishlab ko'rmagan. Bu internetdagi yolg'on narsalar. $500,000, $1 million, balovatda bu 99% yolg'on. Yoki bo'lsa ham mana bunaqa bo'ladi. Misol uchun bir odam $500,000 Xnes'da pulni ko'rsatayotgan bo'lsa, u haqiqiy pul bo'lsa, ungacha u o'shancha pul yoki undan ko'p pul yo'qotgan bo'lishi mumkin. Lekin hech kim $10,000 dan $500,000, $1 million qildim, mana chiqardim degan odamni hali men 7-8 yildan beri birontasini ko'rmadim. Bu hammasi o'sha sodda odamlarning qulog'iga lag'ma osishda, qulog'iga tepish xullas. O'shaning uchun akalar, e-book, b-book brokerlarning farqi. Ya'ni buni vizualni qilib tushuntirsam, misol uchun qaranglar, tasavvur qilinglar, mana bu bozor, to'g'rimi? Mana bu e-book brokerlar pulingizni bozorga olib chiqadi. Hamma treyderlar bozorga kiradi. Misol uchun va imini mana shu yerda движение bo'ladi, ya'ni savdo bo'ladi. Va chiqish ham обратный bozordan qancha pul yo'q topsangiz chiqadi. Endi bu b-book brokerlar pulingiz faqat mana bu brokerning o'zi, mana bu ham brokerning o'zi desak, bundan kiradi, chiqadi. Kirish bor. Kompaniyaning общий foydasi bo'ladi. Ya'ni misol uchun siz yaxshi savdo qilsangiz, qolganlar sizlik bo'ladi, o'shalarning pulidan sizga beriladi. Mana bu bozorga umuman aloqasi yo'q bozorga. Bular market maker brokerlar deyiladi yoki dokumentalniy moshenniklar desa ham bo'ladi yoki men bularni harom deyman. Endi hamma o'zi xohlagan nom bilan atash mumkin. O'shaning uchun men umuman hech qaysi broker, даже men e-book brokerni ham, b-book brokerni ham referalkasini tashlab hech kimga reklama qilmayman. Sababi bir do'stimni, bir birodarimni yo'qotgan pulidan men non yeyishni xohlamayman. Misol uchun auditsida ko'pchilikda bu bor narsa. 10 mingta, 20 mingta, 50 mingta auditoriya yig'ib oladi. Endi tasavvur qiling, 1000 ta referal yig'di, 1000 ta. Agar 1000 ta odam tasavvur qiling, 1000 ta odam bir oyda o'rtacha $300 dan pul yo'qotsa, $300 dan. Xo'p, $30,000 jami pul yo'qoladi bozorda. Va buni o'rtacha 30% ni agar Xnes to'lab beradigan bo'lsa, bu $9,000 ga teng. $9,000 ga. Ya'ni bitta o'sha brokerni reklama qiladigan odam hech narsa qilmasdan faqat ya'ni odamlarni brokerga qiziqtirib, hisob raqam ochtirib, prosta tak nima? $9,000 pul ishlaydi. Undan keyin bu akamiz pulni reklama qiladi, pachka pullarni, misol uchun-da. Yangi mashinalar reklama qiladi, boshqa qiladi ekan, ishni kayfni eng zo'ri shu. Lekin bu narsani kimdir vijdoni ko'taradi, vijdoni kimdir ko'tarmaydi. Fakt shu.
Agar inkor qiladigan treyderlar bo'lsa, isbotlamam qo'yishim mumkin. Yo, men referaldan pul yemayman, reklama buncha pul yemayman. İnternetda faktlar tiqilib yotibdi. Даже 50% gacha beradi broker. Tasavvur qilyapsizmi? 50% qanaqa pul bo'lishi? 50%. Mana sizlarni misol uchun hammada o'zini, ya'ni tanishi borda, katta pul yo'qotgan brokerdan. Kimdir $10,000, kimdir $20,000, kimdir $30,000. Tasavvur qilyapsizlarmi? Agar uni 50% kimgadir o'tsa, hech narsa qilmasdan pul ishlaydi. O'shaning uchun bu treyderlar faqat broker reklamasi. Bu yerda ochiqcha aytib ketish kerak. Meni maqsadim, to'g'ri, zarar yo'q. Misol uchun siz meni referalkamdan o'tdingizda, siz pul yo'qotdingiz, uni sizga zarari yo'q. Agar siz meni referalimdan o'tmagan taqdiringizda ham u pul baribir sizga qaytib kelmaydi. Undan ko'ra ba'zilar o'ylashi mumkin, mayli, sen referalingdan o'tdim, o'sha men zarar qilsam, o'sha senga beradigan komissiyasi senga o'tgani yaxshi deyish mumkin. Ya'ni bu kelishuv asosida bo'lsa, ya'ni xabardor bo'lsa, bundan yaxshi narsa yo'q aslida. Ya'ni kelishuv asosida hech muammosi yo'q. Lekin bu yerda sal vijdoniy, aqidali masala ham bor. Men просто boshqa odamlarni, menimcha sizlar ham shunaqa deb o'ylasanglar kerak. Boshqa odamlar pul yo'qotsa-da, uni puli sizga tushsa, bu yaxshi emas har holda. Men endi yaxshi, to'g'ri deb hisoblamayman. Xo'p, bu brokerlarning farqi mana shunda. Xo'p, endi e-book brokerlarni qayerdan topamiz, e-book brokerlarni qanaqa ajratamiz desanglar, ikkita regulyatori bo'ladi. Asosan e-book, ya'ni ishonchli brokerlarda ikkita regulyator bo'ladi. Ikkita regulyator bo'ladi, ya'ni e-book brokerlarda, ya'ni ishonchli aytgan brokerimizda xo'p, mana shunaqa AZIK va FK degan regulyatorlar bo'ladi. Va hisob raqamlari ham SN hisob raqam ochsa bo'ladi. Ya'ni SN. Ya'ni shunaqa modellar bo'ladi hisob raqamlari. SN yana bittasi adashmasam STP shunaqa edi. Xo'p, mana shu narsalarga e'tibor berasizlar. Brokerni o'ziga keladigan bo'lsak, IC Markets misol uchun regulyator bor. Markets esimda bor, o'zim ishlaganim. Xo'p, undan keyin umuman internetga yozsanglar, e-book brokerlar, endi b-book brokerlar почти o'zimiz O'zbekistonda hamma foydalanadigan, misol uchun Xnes, A Markets, Alpari misol uchun. Bular necha yildan beri ishlaydi, boshqa u narsalar boshqa masala. Men aytdim-ku, bular dokumentalniy market makerlar bular. Bular ya'ni o'zlari ham ya'ni tan olishadi yoki inkor qilishmaydi bozorga olib chiqmasligini. Xo'p, undan keyin bular faqat ichki tizimda pul aylantiradi. Treyderlarga olib chiqmaydi, ya'ni haqiqiy likvid bozorga olib chiqmaydi. Xo'p, yoki e-book, b-book brokerlar internetda yozsanglar, hammasini ro'yxatini olib chiqadi, o'shalardan ishlab foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, bugungi brokerlar haqidagi sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsalarim shu. Yana men aytmagan narsalarni bilsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Yoki yana nimada brokerlar haqida biron nima tushunmasanglar ham yozib qoldirsanglar, keyingi videolarda sizlarga qo'limdan kelgancha, Alloh ilhom qilganicha, ilmimiz yetganicha sizlarga gapirib berishga harakat qilaman. Hammaga rahmat. Ishonchli brokerlar bilan ishlashni hammaga maslahat beraman. Yaxshi treyder spread sabablarga qaramaydi.
kreditni plechim ham aslida juda katta ahamiyatga ega emas. Yaxshi treyder yaxshi analiz qiladi, yaxshi broker bilan ishlaydi. Spread uchun yoki swap uchun faqat mana shu sentri bir ahamiyatsiz narsalar uchun menimcha ishlash bu yaxshi treyderda ya'ni belgisi emas. Hammanglarga rahmat. Inshaalloh keyingi videolarda ko'rishamiz.